Adabnoma o'qituvchingiz bu gaplarni sizga aytmagan bo'lsa, siz yaxshiyam shu reelsni ko'ryapsiz. Number 1. Telefon qilayotgan odamingiz telefonni ko'targanda, bezovta qilmadimmi, bemalolmidingiz, gaplasha olasizmi deb so'rash kerak. Bu savollarni so'rash orqali siz o'sha odamga rostdan gaplashgisi kelyaptimi yoki yo'qmi, yoki rostdan ham biron narsa bilan bandmi, shularni ayta olish uchun imkon yaratasiz. Ikkinchi odat ham telefon bilan bog'liq. Kim bilandir suhbatlashib o'tiribsiz. Telefonlar stolning ustida. Telefoningizni ekranini albatta pastga qaratib qo'ying. Telefonga soatni bilish uchun qarash, zerikdim, qachon to'xtatamiz degan SMS xabarlar yoki kim telefon qilayotganini ko'rish uchun qarash, bizni suhbatimizda mana shu SMS, mana shu qo'ng'iroq qilayotgan odam muhim degan. Albatta mustasno holatlar ham bor. Number 3. Yosh bolaga farqi yo'q, u o'zingizni bolangizmi, birovni bolasimi, o'sha yerdagi odamlar qatorida gapiring. Masalan, chuchuklanib gapirmang. Qolgan odamlarga qanaqa ravon tilda gapirsangiz, unga ham shunaqa ravon savollar bering. Qalaysiz, yaxshimisiz, qayerdan kelyapsiz,